Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo insoniyatni yaratib, unga yerda tinch farovon hayot kechirishlikni, yerni obod qilishlikni amr qildi. Tinchlik inson uchun eng katta ne'mat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak hadis shariflarida marhamat qilib aytadilar: "Ne'matoni maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farogh." Ya'ni ikkita ne'mat borki, ko'pchilik buni qadriga yetmaydilar. Bu sihat salomatlik, tinchlik, xotirjamlikdir deb marhamat qilgan ekanlar. Azizlar, haqiqatdan ko'pchilik insonlar bu ne'matlarni qadriga yetmaydilar. Qachonki ne'matni qadriga yetilsa va shukrona qilinsa, shunda inson yanada ne'matlarga erishadi. Qayerda endi tinchlik qadrlansa, buni yoshlarga, kelajagimiz bo'yicha yoshlarga ham mana shu tinchlik qadriga yetishlik ta'lim berilsa, o'sha yoshlarning ongiga singdiriladigan bo'lsa, demak o'sha yurt yanada obod, yanada go'zal bo'ladi. Bu so'zimizga bitta Shayx Sa'diy hazratlarini Guliston asarida kelgan bir hikoyani bilan so'zimizga dalil qilsak. Bir kuni bir podshoh vazirlari, mulozimlari, askarlari bilan bitta kemaga minadi. Va kema yurishi bilan o'sha podshohni odamlaridan bittasi qo'rqib sarosimaga tushadi va yig'lab, baqirib, qo'rqib sarosimaga tushishni boshladi. Shunda podshohni vazirlari, mulozimlari uni tinchitishga qancha harakat qilmasinlar, u kishi tinchimadi. Yanada jazavaga tushib, qo'rquvga tushib, baqir-chaqir qilishda davom qildi. Shunda bir hakim zot podshohdan izn so'radi. "Ey podshohim, menga izn bering, o'sha kishini, o'sha yigitni men tinchitay" dedi. Shunda podshoh izn berdilar. Shunda hakim zot borib, uni ikkita askarga aytdiki, ikki qo'lidan ushlab uni suvga otishlikni, suvga tashlashlikka buyurdi. Shunda haligi askarlar uni ikki qo'lidan ushlab suvga tashlashdi, dengizga uloqtirdilar. Shunda suvga sho'ng'ib, 3 bor suvga sho'ng'iganidan keyin uni sochidan tortib kemaga tortishdi. Shunda haligi kemaga yaqinlashganidan ikki qo'li bilan kemaga osilib, kemaga chiqdi. Va haligi yigit kemaga chiqqanidan keyin o'zini uzun tashlab tinch o'tirib qoldi. Shunda haligi sarosimaga tushib baqir-chaqir qilayotgan yigit tinch indamasdan, tovush chiqarmasdan o'tirar edi. Shunda haligi podshoh hakim zotni chaqirib, "Bu qanday tadbir bo'ldi? Nimaga u oldin baqir-chaqir qilayotgan edi? Bu hozir suvga tushib chiqib, tinchib qoldi" deganda haligi hakim zot aytgan ekan, u oldin o'zini tinchligini, o'zini sihatli ekanligi, o'zini xotirjamligini bilmadi, qadriga yetmadi. Va u suvga tushgandan keyin buning uchun kema najot ekanligini payqadi. Va endi tinchlikning qadriga yetib turibdi. Haqiqatda ko'pchilik insonlar, azizlar, ko'pchilik insonlar hozirgi tinchlikni, mana bu ne'matlar ichida ekanda qadriga yetmaydilar. Mana bu urush bo'layotgan yurtdagi mana yoshlarni ahvolini ko'ring. Insonlarning ahvolini ko'ring, yeyishga narsa yo'q, kiyishga narsa yo'q, xotirjamlik yo'q, huzur, halovat yo'q. O'sha tinchlikning qadri nechog'lik ulug' ekanligini ular qadrini biladi. Lekin bizda ham mana shu insonlar agar tinchlik qadriga yetsa, yoshlarimiz buni tushunsa va ota-onalar, kattalar, keksa yoshdagilar yoshlarimizga mana shu tinchlikning qadrini tushuntirsa, shukrona qilsa, Alloh taolo ne'matlarni yanada ziyoda qilib berishligini tushuntiradigan bo'lsa, yoshlarimiz inshaalloh bu tinchlikni qadrlaydilar va kelajagi mana shu vatanimiz yanada obod, yanada fayzli, barakotli bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.